O'tganimdek biologiyaga oid asosiy bilimlarimizni boshladi. Demak, poliplodiya xromosomalar to'plamini karralyotishi. Endi to'plam nima degan savolga javob beramiz. Demak, ma'lum bir turda xromosomalar miqdori bor. Doimgidek aytgan misol odamda. Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan Umurjon Kamalov. Bugun kechaga aytib o'tganimdek biologiyaga oid asosiy bilimlarimizni oshiramiz. Demak, poliplodiya xromosomalar to'plamini karrali ortishadi. Endi to'plam nima degan savolga javob beramiz. Demak, ma'lum bir turda xromosomalar miqdori bor. Doimgidek aytganim misolim odamda 46 ta, no'xatda 14 ta. Endi qarang. To'plam degani xromosomalar sonini ma'lum bir to'plami bor. U hujayra, ya'ni gameta ko'rinishda ota-ona organizmdan beriladi. Ana shu gametadagi to'plam gaploid to'plam. En to'plam gaploid to'plam, ikki to'plam diploid to'plam, uchen to'plam triploid to'plam, to'rten to'plam tetraploid to'plam, beshen to'plam pentaploid to'plam, olten to'plam heksaploid to'plam,